Bugungi kunda gaz ta'minoti tizimida xavfsizlik va xodimlar malakasini oshirish masalalari ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda Hudud Gaz Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan Kattaqo'rg'on tuman gaz ta'minoti bo'limida iste'molchilar bilan ishlash tizimini takomillashtirish hamda xodimlarning muomala madaniyatini oshirish maqsadida seminar-trening tashkil etildi. Unda gaz ta'minoti sohasida faoliyat olib borayotgan ishchi xodimlarning huquqiy savodxonligini oshirish, mehnat munosabatlarini mustahkamlash, shuningdek korrupsion holatlarning oldini olish borasida so'z yuritildi. Hudud Gaz Samarqand gaz ta'minoti filialining mas'ul xodimlari boshlang'ich kasb uyushmasi, moddiy resurslardan oqilona foydalanish va korrupsiyaga qarshi siyosatni amalga oshirish bo'limi, ma'naviyat va ma'rifat markazi bo'limi mas'ullari hamda tuman din ishlari bo'yicha qo'mitasi xodimlari tomonidan iste'molchilar bilan muloqot etika qoidalariga rioya etish, murojaatlar bilan samarali ishlash hamda muammoli vaziyatlarni to'g'ri hal etish bo'yicha tavsiyalar berildi. Hudud Gaz Ta'minoti aksionerlik jamiyatining 2026-yil 3-aprel kungi 70-sonli buyrug'iga asosan iste'molchilar bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish maqsadida bugungi kunda mana Kattaqo'rg'on tuman gaz ta'minoti bo'limi barcha ishchi xodimlari bilan uchrashuv o'tkazdik va ushbu xodimlarga kelgusidagi faoliyatlarida iste'molchilar bilan bo'lgan munosabatlarda odob axloq qoidalariga rioya qilish, ichki mehnat tartibi qoidalari va lavozim yo'riqnomalari bo'yicha barcha tushuntirishlar berildi. Yana bir bor ularni mana shu me'yoriy hujjatlar bilan tanishtirildi. Kelgusidagi faoliyatlarida odob axloq qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda ish faoliyatlarini olib borishlari uchun barcha ko'rsatmalar berildi. Seminar davomida xodimlarning kasbiy etika me'yorlariga qat'iy amal qilishi va aholiga sifatli xizmat ko'rsatishi zarurligi ta'kidlandi.